Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun videomizda Namangan viloyatidagi 85 milliard so'mlik noqonuniy aylanma haqida ma'lumot beramiz. 85 milliard so'mlik aylanma. Namanganda noqonuniy qimor o'yinlari tashkil etgan guruh qo'lga olindi. Namangan viloyati Davlatobod tumanidagi kompyuter o'yingohida 20-aprel kuni onlayn qimorga pul tikish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, idoraning axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida o'yin klubida yashirin sxema aniqlangan. Tezkor tadbirda shartli xaridor orqali 620 ming so'm mablag' kiritilib, pul qimor platformasidagi o'yinlarni moliyalashtirish maqsadida akkauntga o'tkazilgach, jinoiy guruh a'zolari qo'lga olingan. Tergovga qadar tekshiruvda aniqlanishicha, Chust tumani Guliston mahallasida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan shaxs ishonchli sheriklari bilan birga maxsus jinoiy guruh tashkil qilgan. Guruh faoliyati davomida maxsus ilovadagi hisoblarda 796,6 million so'm limit mablag'i va 44,6 milliard so'mlik tranzaksiya, boshqa bir hisobda esa 115,6 million so'm limit va 26,6 milliard so'mlik aylanma qayd etilgan. Shuningdek, kriptovalyuta orqali 14,6 milliard so'mlik pul aylanmasi amalga oshirilgani aniqlangan. Tezkor tadbir davomida guruh a'zolaridan 26,990 dollar, 73 million so'm naqd pul, 10 ta plastik karta, mobil telefonlar, kompyuter texnikalari va pul sanash uskunasi daliliy ashyo sifatida olingan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 278-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Avvalroq Samarqand shahrida ichki ishlar xodimlari onlayn qimor o'ynovchilarga xizmat ko'rsatgan 4 nafar yigitni hibsga olgani haqida xabar berilgandi. Guruh a'zolari 1998, 2000, 2003 va 2004-yilda tug'ilgani ma'lum qilingan. Ular Paynet shoxobchasida qimor va tavakkalchilikka asoslangan onlayn o'yinlarda ishtirok etayotganlarga xizmat ko'rsatib kelgan. Manba: daryo.uz sayti.